2025-yil 18-iyul Qozog'iston Qizilorda oblasti. Bunaqa yo'llarda ketyapsiz. Otlar chiqib qoladi. Ot toy bilan yo'lga chiqyapti mana. O mollar. Mana tuyalar bor joydan o'tamiz. Tuyalarda ham xudo xolasa videosini tashlayman. Yo'llar tekis. 100 tezlik bergan. 90-100 ketyapmiz. Qozog'iston yo'li deb zo'r narsa bor. Mana har joyda archa rasmini qilib qo'ygan. Dam oladigan joylar bor. Mana shunday kirsiz hojatxonasi bo'ladi. O'tirib ovqat yeydigan joy bo'ladi. Tozalashyapti ishchilar. Bunaqa estakadasi bo'ladi. Mashinangiz buzilib netib qolsa tuzatib olasiz. Yo'lmasa ko'rib olasiz. Bu betda ham, bu betda ham. Mana bu betda. Dam oladigan joy. Odamlar mana to'xtab, dam oladi, hojatini chiqaradi. Mana shu 50-60 kilometrda bitta keladi.